Bugungi kunda madaniyat va san'at sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, yangi iste'dod egalarini aniqlash va ularni san'at yo'lida yanada ilhomlantirish maqsadida muntazam ravishda ijodiy uchrashuvlar tashkil etib kelinmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Konymex tumanidagi 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Xalq cholg'ulari ijodkorlik kafedrasi dotsenti Fayzullo Karimov ishtirokida tashkil etildi. Tadbir avvalida yigit-qizlar o'z musiqiy chiqishlari bilan ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashdilar. Yoshlarning cholg'u ijrolari, raqslari va orkestr jamoasining chiqishlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Shundan so'ng Fayzullo Karimov o'quvchi yoshlar bilan samimiy muloqot o'tkazib, ularni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda yigit-qizlar mahorat darslari, tavsiyalardan kelajakdagi faoliyatlar uchun muhim bo'lgan bilim va tajribalarga ega bo'lishdi. Bugungi tadbir Madaniyat vazirligining buyrug'iga asosan ijod maskani turkum tadbirlari doirasida mahorat darslari o'tkazilmoqda. Bugun ta'lim muassasamizga O'zbekiston Respublikasi Davlat konservatoriyasining Xalq cholg'ularida ijrochiligi kafedrasi dotsenti Karimov Fayzullo akani chaqirganmiz. Hozir ijodiy uchrashuv juda yuqori saviyada o'tmoqda. Ular o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollari, ijro mahoratidagi kamchiliklari yuzasidan tahlillarni qilib bormoqda va o'zlariga shu bergan savollariga javob olmoqda. Ustoz bilan birgalikda bu tadbirimizdan asosiy maqsad shu o'quvchilarimizni madaniyat va san'at sohasiga qiziqtirish, qolaversa ularni o'zlarining yo'nalishi bo'yicha bilim olayotgan fanlarini chuqur o'rgatish, tajriba almashish. Navoiy viloyati Konymex tumanida 4-son bolalar musiqa maktabida juda ham iqtidorli yoshlar, o'quvchi qizlar borligi meni juda ham quvontirdi. Va ularning ilmga chanqoqligi, o'zbek xalq cholg'ularida chiroyli bir o'z dasturlari bilan chiqishlari meni juda bir hayron qoldirdi va bir to'lqinlanib ketdim va ularda mahorat darsi davomida ayrim bir ko'rsatmalar, uslubiy tavsiyalarni berib ketishga harakat qildik va umid qilamanki, kelajakda bu yoshlardan Xudo xolisa bir chiroyli yurtimizga, respublikamizga xizmat qiladigan, o'zini ijrochilik nuqtai nazaridan nafaqat Navoiy viloyati respublikaga xizmat ko'rsatadigan chiroyli yosh kadrlar bo'lib chiqishiga ishonaman. Albatta, bu kabi ijodiy uchrashuvlarning o'tkazilishi yoshlarning san'atga bo'lgan mehrini yanada oshirishi bilan birga ijodkorlar va o'quvchilar o'rtasida yaqin aloqalarni mustahkamlaydi. Yosh avlodning dunyoqarashi kengayishiga, o'z qobiliyatini namoyon etishiga zamin yaratadi.